Lekin qadrdonlar, mana bugun bizda sotuvda Eron xonadon pistalari. Navlarni aytib o'tadigan bo'lsak, navlari Al-Ahmadi, Eronniki Al-Akbari, Muntazor degan navlardan bor. Do'stlar, ko'rib turibsizlar, holatlarini bu tomiri bo'ladi. Buni yerga kelsa bo'lmaydi, chunki buni tomiri o'zidan ham uzun bo'ladi. Do'stlar, mana shu bo'ydan ham uzun. Mana shu tomiri mana shuni ichida g'ijimlanib yotibdi. Buni o'shuning uchun mana shunaqa salafonlarga, bakalashga to'ylarda yeshitilsa, keyin ko'kashlari yaxshi bo'ladi. Buning ichidan o'zi erkagi urg'ochisi chiqadi, do'stlar. Xonadon pistalari haqida ma'lumot to'liq olmoqchi bo'lsalaringiz 93 970 27 nomeriga aloqaga chiqsalaringiz, xudo xolasa dastlabki xizmatlarni yo'lga qo'yib qo'yganmiz. Borib bog'laringni qilib berib, qarab berish xizmatini xudo xolasa yo'lga qo'yyapmiz biz xonadon pistada. Do'stlar, ko'p do'stlar, zo'r. Buni payvat qilingani kerak bo'lsa, payvat qilinganini xudo xolasa sizlarga topib yetkazib beramiz. Namanganlik bir qadrdon birodar akamizda bor. Xudo xolasa uni ham payvat qilinganini ham sizlarga yetkazib beramiz. Holatlarni ko'p do'stlar, mana shu holatda yetib boradi. Mana bo'ylari yaxshi, mana ularni kichikroq, mana bularni xudo xolasa ekilsa zo'r effekt beradi do'stlar. Ko'p do'stlar, xonadon pistani zo'r holatda. Aloqaga chiqib do'stlar, Farg'onalik bog'bonni kuzatishda davom etamiz. Layklarni bosamiz. Xudo xolasa yangilar ko'p tashlab boramiz. Xonadon pista kerak bo'lsa, bog'lanaverasizlar. Sog' bo'lasizlar.